Assalomu alaykum gul shaydolari, mana yangi gullarimiz yana keldi. Drasena degan gulimiz. Bo'yi 2 metrlik. Mana ki shoh deb qo'yiladi. Yangi obzorni qilyapmiz. Yangiliklar bormi deganga. Mana holati. Buni narxi 1 million so'm. O'ta chiroyli. Mana hamidariya darag'imiz. Mana hamidariya palmamiz 350 ming so'mdan. Kofe darag'larimiz mana nihoyatda chiroyli holatda. Mana dushesnisi bor, mana tuvak hidi nihoyatda shirin liliyalarimiz kelgan. Chiroyli holatda. Nihoyatda zo'r. 3 tadan ekilgan. Mana bu bonsaylarimiz keldi, mana yangiliklardan biri. Bonsay deyiladi. Ular mana 700 ming so'mdan mana. Nihoyatda chiroyli holatda. Ular eng kami 15 yil ashnaqalik. Mana yana bitta yangiliklarimizdan bambuk. Bo'yi 1.60. Nihoyatda chiroyli. Bu faqat Toshkentdan oshmaydi, andijonliklarga juda kamdan kam nasib qiladi. Faqat toshkentliklarga beriladi. Buni narxi $100. Mana holati nihoyatda zo'r. Ichida bedini baqsa ham bo'laveradi. Xo'p, yana bitta Zolotoy ribka degan gullarimiz bor. Mana keldi. Mana baliq qanday bo'lsa, xuddi shunday ochiladi. Mana holatlarini ko'rsatyapman yaqinlashtirib. Allohning mo'jizasi. Baliqni singari ochiladigan Zolotoy ribka, oltin baliq degani. Yana yangiliklarimizdan mana Faxira degan gulimiz keldi. Idishlari mana keramikalik. Nihoyatda chiroyli, mana manzarasi nihoyatda zo'r. Mana xonalarga nihoyatda tushadigan. Mana mana aglanemalarimiz bor. Mana 80 ming so'mdan. Aglanemamiz mana Rester degan sorti bor. Aglanemamizda har xil tsveti bor. Aslida mana ichigadan obzorlari. Nihoyatda zo'r o'qidan hammasidan yangiliklardan aglanemaning hamma turidan bor. Mana bu qator ko'rsatalik, obzor qilib. Mana ko'pchilik trendda bo'lgan antiurumni lolali sorti. Guli 1 yilga davom turadi. Nihoyatda zo'r. Bo'yi ham salkam 70-80 santimetrlik guli ko'p. Ularımızdan ham kelgan. Zakaz bo'lsa aytasizlar. Ana antiurumlarimizdan allaqancha farq qiladi. Yurakka o'xshab bu lolani singari. Lola qanday bo'lsa xuddi shunday qochiladigan antiurum. Yangilik bu ham bitta. Mana antiurumlarimizni ko'p obzor qilganmiz bor. Mana ham mana qo'shalarlik antiurumda yangisi mana 120 ming so'mdan. Mana gulimiz 10 oyga davom turaveradi. Mana unga davom manolisi yana qo'shimcha bo'ladi. Qo'shalar yangi firma bu. Mana shunaqa bo'ladi-da. Unga davom tagidan yana ochilishi boshlanaveradi. Buni maydalari ham bor mana. Bular 75 ming so'mdan. Nihoyatda bular ham xuddi shuni kichigi. Hop. Buni ochgani ulgurmay qoldik. Gardenia degan gulimiz bor mana. Nihoyatda hidi shirin. Oppoq ochiladigan gullarimizdan bittasi mana. Bo'lib eksa ham bo'ladi. Sudrasa yaxshi ko'radi. Xonani tutib ketadigan gullardan biri. Mana sifat film degani mana. Spatik deb qo'yiladi. Nihoyatda zo'r.
Mana toza gullarimizdan. Mana Sanseveriyamiz bor mana. Xona haroratini tozalaydi. Dunyoda birinchi o'rinda turadi. Bu xona tozalash bo'yicha 150 ming so'mdan bularimiz xudo xolasa. Mana zamiyamiz ko'klari kelgan 150 ming so'mdan yana mana bu ham 1 metrga yaqin. Mana bu yoqqa olib o'tib obzor qilib. Mana oqtubalagi ekilsa rosmona chiroyli ko'rinishiga ega bo'ladi. Buni qorasi ham bor mana. Nihoyatda kusti ko'p bo'lsa ham bo'ladi. 3 ta 4 ta chiqaradi. Qorasi bu ko'ki. Gusmaniya xo'p degani mana 3 tasi bitta mashinada chiqadi. Bu guli bakka aylanib ketadi. Buni ham guli tugamaydi. Bitta tuvayda o'zida manaqa 3 talik Gusmaniya xo'p degani. Buni ham narxi 150 ming so'm. Narxlarni aytib o'tib ketyapmiz. Kerak bo'lsa pochta qilamiz, zakaz bersanglar, mana monolarimiz bor. Mana 70 ming so'mdan. Zamiya kulkas. Buni ham nihoyatda bo'lsa bo'ladi. Yana yangilikdan nimamiz bor? Ayol baxti degan gulimiz. 120 ming so'mdan. Yarim metrlik, nihoyatda chiroyli. Kalateya Leo deyiladi mana. Kattasi bu. Bu ham 130 ming so'm. Ular 180 ming sotilyapti. Buni ham narxini tushib qo'ydik. Mana arnatasi. Kalateya. Tabiiy gul, живой hammasi. Ko'pchilik искусственныйmi, mana daqami deydi. Bular hammasi tabiiy. Allohning mo'jizasi. Yana nimamiz qoldi? Здравствуйте. Liliyalarimiz bor mana. Sovuq. Mana mana drasenamiz bor. Mana 3 tasi bitta. Bu ham 150 ming so'm. Mana zakaz qiladigan bo'lsanglar, men eski nomerda 99lik 140 88 41 Rashanbek deb murojaat qila olasizlar bemalol. Bu safar o'zimni ko'rsatmadim. Mana Sanseveriyaning yangi sortlari. Mana nomerimni ko'pchilik biladi. 99lik Uzmobile 140 88 41 bemalol murojaat qila olasizlar. Dastavkalar bor, chiqarib beramiz. Gullarimiz keldi, xudo xolasa. Mana yangiliklar nihoyatda ko'p.